Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Siz bilan Jafar Giyasov va siz Jafar Giyasov YouTube kanalidasiz. Hozirgi kunlarda O'zbekistonda issiq kunlar kelyapti. Hozirgi momentda tashqarida 25 gradus. Sizlarga qanday vaziyat? Charchamayapsizlar bunaqa issiq kunlarda? Bugungi video obzorimizda qiziqarli model Kia Sonet crossover bo'ladi. Ixcham. Video davomida pulga arziydimi? Yo'lda o'zini qanday tutadi? Buni qanaqa plus va minus taraflari bor, hammasini ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Aytganimdek, Kia Sonet avtomobili ekonomishni. Buni sababini bilish uchun dvigateldan boshlaymiz. Kapot tugmasini salonda bosamiz, kapot ochiladi. Mana shu yerda qo'lni tiqamiz. Bu yerda temir bo'ladi. Temirni chap tarafga tortamiz. Kapot ochiladi. Kapotni ochgandan keyin mana shu tugmani joyiga qo'yamiz. Endi dvigatelga o'tamiz. Xo'p do'stlar, bu yerda 1.5 litrli 16 klapanli atmosferniy motor, 115 ta ot kuchi bor. Hozir bu daraxt tushib ketmasin Kia Sonetda. Hurmatli tomoshabinlar, ko'pincha odamlarimiz mashina haqida bu mana shuncha ot kuchi bor deydi. Masalan, 50 ta, 100 ta. Buni aytdimki, 115 ta ot kuchi bor. Bu nima degani ot kuchi? Men sizga shuni tushuntirib bera olaman. Ot kuchi bu quvvat o'lchash birligi bo'ladi. Dvigatelning ma'lum bir vaqt ichida qancha ish bajarishini mumkinligini ko'rsatadi. Masalan, 115 ta ot kuchi bu har kuni foydalanish uchun ajoyib kuch. Boshqa mashinalarda aytadiki 250 ta, 300 ta ot kuchi bor va undan ortiq ularni ot kuchini har kuni 200 ta, 250 tani foydalanmaysiz. Bosmaysiz chunki. Bunisi 115 ta ot kuchi har kuniga bu ajoyib kuch bo'ladi. Shuncha ma'lumot sizga berdim. Bu dvigatel poyga uchun emas va juda sekin emas. Quvib o'tishni osonlik bilan boshqaradi. Uzoq masofaga chiqishga tayyor va bagajda yuk bo'lsam, bemalol boshqarib chiqib ketasiz. Mashina ekonomishniy bo'lgan sababi ana shu yerda ahamiyat berishimiz kerak. Chunki har bitta silindrga ikkitadan injektor qo'yilgan. Bu degani yoqilg'i atomizatsiyasini yaxshilaydi, aniqroq dozalash imkonini beradi va yonish samaradorligini oshiradi. Ikkita injektor bitta silindrda bu texnologiya kuch va ekonom balansi uchun. Keling endi hisob-kitob haqida gapiraylik. Mashina hajmi 45 litr bakda, 92 benzin. Hozir o'rtacha narxi yaxshisi 10.700 ming so'm. Keyingi narsasi bunda masofa bosib o'tishi to'liq bak bilan 725 kilometr masofa bosib o'tadi. Har kuni 50 dan 60 kilometrgacha haydasangiz, 12 kunga sizga yetadi. Necha pul bo'lyapti? 481.500 so'mga tushyapti. Yomon emas, a? Qiziq tarafiga shu Kia Sonetni o'zini avtoservisida agar siz propan qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha joyda o'rnatiladi. 3 soat ichida vaqtda qilib beradi. Kia Sonet 3 xil pozitsiyada: klassik, luks, prestige. Endi obzorni polni tashqari va ichi haqida polni gapirib va ko'rib o'tamiz. Boshlaymiz. Old haqida gapirsak, mana shu yerda reshotkasi polностью glans bilan qilingan, mana shunaqa xromirованный qismlari bor. Pastda mana shu bamperda qiziqarli rangdan ishlatilgan. Bu yerda faralari lupasiz LED, tumankasi bo'lsa lupa bilan ishlatilgan. Bu oddiy sariq rangda bo'ladi, qiziqarli. Bundan tashqarida oldi taraflarida parktroniklar bor. 4 ta parktronik. 1, 2, 3, 4. Parktronik asosiy maqsadi, agar bironta obyektga yo odamga yaqin bo'lsangiz, salon qismida dovush chiqadi, sizni ogohlantiradi. Mana bu joyga ahamiyat bersangiz, agar bu joy tortish uchun joy. Bitta mana shu tugmani bosamiz, keyin bemalol mashinani tortib ketsangiz bo'ladi. Qanaqadir vaziyatga ko'chada qolsangiz, ana shu teshik bilan foydalanasiz. Kalitda 4 ta tugmasi bor. Yopish tugmasi, ochish tugmasi, bu hold, zavодящий knopkasi,
Mana shunisi oxirgisi yukxonani ochish tugmasi bo'ladi. Kalit yomon emas. Ushlashda juda ham yoqimli. Marhamat. Kia Sonet zavodskoy bokovoy oynasi qora rangda chiqadi. Bu yerda yuradigan sariq chirog'i bor. Ana shunaqa chiroyli ochiladi mashina. Diska haqida gapirmoqchiman. Zavodskoy o'lchamlari 215 ga 60, 16 razmeri bo'ladi. Bu yerda boshqacha turibdi. 18 razmerda va mijoz shunaqa zakaz qilgan va Kia servisiga siz qanaqadir diska sizga ma'qul bo'lsa, zakaz qilsangiz, o'sha disk bilan sizga mashina chiqarib berishadi. Kia Sonetda bezключевой dosti bor. Bir marta bosamiz, mashina ochiladi. Bir marta bosamiz, yopiladi. Kalit albatta o'zingiz bilan yoningizda bo'lishi kerak. Endi salon qismiga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, salonda o'tirgandan keyin faqat full pozitsiyada mana shu rul koja bilan tikilgan bo'ladi. Mana shunday qizil bilan qilingan. Mashina bitta zavodit qilamiz, start-stop knopkasini bosamiz. Xo'p, rul juda yoqdi menga. Chiroyli, o'zi Kia'ning rullari hammasi chiroyli qilingan. Keyingisi nima? Bu yerda multimedia, cruise control knopkasi bor. Endi har kuni cruise control ishlamasa, lekin shu mashinaga qilingan multimedia display boshqaruvi. Bu yerda bizda tablo turibdi. Tabloda o'sha yerda ko'rsatiladi sizga qancha rasxodi, hozircha o'rtacha rasxodi ko'rsatilgan 7 va 1 bo'lyapti. Tablo haqida gapirsam, tablo juda ham wow, zo'r emas, lekin o'zicha uchun oddiy, chiroyli qilib chiqarilgan. Boshqaruv hammasi bir joyda turibdi, juda ham udobniy, signal ham shu yerda turibdi. Ikkita boshqaruv bu yerda juda ham uzoq uncha emas, qo'llaringiz bemalol yetadi. Rulni bunda aylanamiz. Juda ham yumshoq, yaxshi, juda ham yoqyapti mana shu tikilgan joylari. Bitta signal ham beramiz. Multimedia mana shu yerda hamma asosiy va kerakli narsalar bor. Pastda avariyka tugmasi. Bu yerda konditsioner, yoqishi, o'chirishi tugmalari turibdi. Kuchi, hamma narsasi bir joyda. Qiziqarlisi menga yoqqani deflektori bo'ladi. Qarang, deflektori qiziqarli, noodatiy dizaynda qilingan. Menga juda ham yoqdi. Pastda ahamiyat bersangiz, birinchi tugmasi bu sidenya Abduf haydovchiniki bo'ladi. Bu yerda passajirni Abduf tugmasi turibdi. Bu yerda 3 xil pozitsiya haydash. Bu yerda bir marta tugmani bossangiz normal, sport, eko. Shu tugmani bosib almashtirib ketasiz. 3 xil sezoq uchun mana shu yerda tugmasi bor. Bu yerda pastda telefon zaryad qo'yadigan joyi bor. Telefonni qo'yamiz. Marhamat, telefon zaryad olyapti. Bu yerda 3 xil funksionalimiz bor. Birinchi sigaret tugmasi bu yerda, ikkinchisi USB va uchinchisi zaryad oladigan joyi bor. Korobka variator, oddiy hammadek PRNda va mexanikaga o'tsa bo'ladi. Almashtirib ketishingiz mumkin. Marhamat. Ruchnoy tormoz. Bar. Mana qiziq tarafi almashtirib bo'ladi, pozitsiyasini oldinroq olamiz, ochamiz, joyiga qo'yamiz, orqaga olamiz. Faqat 3-pozitsiyada Kia Sonetda koja ishlatilgan. Buni yaxshi taraflari issiq havoda terlamaydi va mana shunaqa havo chiqadigan va ichiga aylanadigan teshiklari bor. Buni eng yaxshi tarafi shu bo'ladi. Juda ham yaxshi material ishlatilgan. Eshik haqida gapiramiz. Tepa tarafi mana shu полностью plastik. Eshiklari mana bu xrom qilingan, ruchkalari. Bu tarafi podlokotnik полностью koja bilan qilingan va yana qizil rangda tikilgan. Bu yerda boshqaruvda orqa ikkitasi tugmasi, oldin ikkita tugmasi, ko'tarish oynasi, yopish, ochish, oynalari boshqaruv va o'zgartirish va kanallarni mana shu yerda yopsa bo'ladi. Full komplektatsiyada qiziqarlisi Kia Sonetda Bose firmasidan kolonkalari turibdi. Ko'pincha odamlar buni juda ham yaxshi biladi. Agar bilmasangiz, bu JBL bilan raqobatchi. Eshitishi juda ham zo'r. Ko'pincha odamlarga yoqgan. Hozir biz qo'shiq qo'ya olmaymiz, chunki YouTube'da bu blok qiladi. Shuning uchun bemalol siz agar Kia salonga kelsangiz, bitta qo'shiq eshitib ko'rsangiz, mazza qilasiz, chunki Bose zo'r tovush chiqaradi. Orqa qismiga o'tiramiz. Orqa o'tirganimdan salgina noqulay meni qisib turibdi, qarang. Joy kam. Chunki mana shu oldi sidenya o'zim o'tirgan joyda o'zim uchun komfortli joyda qilib qo'ydim. Bu deganiki salgina
orqa tarafda bo'yingiz katta bo'lsa, salgina noqulaylikda qisib turadi. Lekin bolalar bo'lsa agar bemalol ketishi bo'ladi. Bu yerda o'rtada ikkita deflektor va USB portlari ham bor. Hozir ko'rsataman sizga. Orqa tarafiga aytganimdek ikkita mana shu yerda deflektor turibdi. Bu yerda USB port va kalitni biror narsa qo'yadigan mana shu yerda joyi ham bor ekan. Orqa qismiga o'tamiz. Bu yerda bitta spoiler, o'rtasida to'xtagan paytda qizil chiroqlar yonadi. Bu yerda orqada bitta kichkina mana shunaqa dvornik. Chiroqlarni oqshomda yoqgan paytda faqat mana shu tarafida zadniy stoplar yoqadi. Mana shu o'rtasida afsuski yonmaydi. Mening fikrim bo'yicha agar shu yongan paytda bu mashina qiziqarli va chiroyli bo'lardi. Bu yerda hozir bagajni ochamiz, ichini bitta ko'ramiz, qanaqa kattaligini. Ketdik. Bagaj ochish tugmasi mana shu joyda bo'lib, bitta bosamiz, ochiladi bagaj. Kia Sonet bagaji 392 litr. Buni tushuntirish uchun bu nima degani, bitta qiziqarli informatsiyadan foydalanib olamiz. ChatGPTning yordami bilan. Hamma bu neyrosetni hozir biladi. Qarang, kundalik narsalardan 3 ta 4 ta katta hajmli qo'l yuklari chemadan keladi, shuncha. 3 ta 4 ta. Keyingisi 6 ta yoki 8 ta o'rta o'lchamdagi sport sumkalari yoki ryukzaklar ketadi. Va har kuni eng kerakli asosiy 3-4 kishilik oilaning bir haftalik oziq ovqat xaridi. Keyingisi 6 ta 7 ta katta kartoshka to'la xalta, har biri 50-60 kilodan ketadi. Juda ham katta bagaj va orqa sidanalar tushirsa bemalol bo'ladi va yana kattaroq bo'ladi. Yana nima kerak sizlarga? Kia Sonet. Qiziqarlisi bagaj qismida mana shu yerda subwoofer bor. Qarang. Boshqa mashinalarda subwoofer emas, bu subwoofer bilan chiqqan. Asosiy boshqa nimalari eshiklarida bo'ladi buning kolonka sistemasi. Ichkarini ochamiz. Bu yerda marhamat bitta to'liq zapaska turibdi va kalitlari hammasi bir joyda turibdi. Agar biror qanaqa sizni savolingiz bo'lsa yoki biror narsa shu haqida mashina o'tgan bo'lsa, men aytmagan bo'lsa, kommentariyaga albatta yozishingiz mumkin. 0 dan 100 gacha tortishni ko'ramiz. Sal slab ekan. Avtomobil boshqaruvi yomon emas. O'zini yo'llarda yaxshi tutyapti. Juda ham yo'li upravleniyaси yumshoq. Mana hozir shahar ichidan chiqib ketyapmiz trassada. Tortishlari ham yomon emas, juda zo'r aytolmayman, chunki boshqacha baribir. Lekin shahar ichida bu mashina asosiy aytganim maqsadi har kuni minishga zo'r, ixchamgina, ekonomичный. Rasxodi hozir mana sredniy tabloda ko'rsatib 7,5 litr ko'rsatdi. Shu aytganimga 6 dan 8 litrgacha rasxodi bo'ladi. Kia Sonetga o'tirgan paytda siz balandlikda bo'lasiz. Va vid mana shu yerdan oynadan birdan ko'rsangiz juda ham katta bo'ladi. Огромный panoramный вид bo'ladi. Qarang, marhamat. Orqa tarafiga o'tdik. Akalar ko'rsangiz juda ham ko'p bu yerda Kia Sonet va boshqa turli xil Kia modellari turibdi. Kia Sonet avtomobili hozir Jizzaxda ADM Astar zavodida ishlab chiqaruvda. Chunki zapchastlari o'sha yerda va ishlab chiqarilishi ham bir joyda. Boshqa modellar faqat teriladi. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Qarang, juda Kia Sonet ko'p. To'lovni qilasiz, mashina haydab ketasiz. Kia servisi, bitta servisni ham ko'rib chiqaylik. Servisi juda ham katta. Bu yerda bemalol kelib, moyni almashtirsangiz bo'ladi. Agar mashinada qanaqadir muammo chiqsa, bemalol shu yerga olib kelsalaringiz, sizlarga xizmat ko'rsatiladilar. Va boshqa detallar, zapchastlar, hamma narsasi bor. Xavotirlanmang, biror narsa bo'lsa, vaziyatda bemalol servisga kelsangiz bo'ladi. Servis katta. Do'stlar, Kia saloniga kelsangiz, bu yerda bepul test drive'ga sizni yozishadilar. Albatta, o'zingiz bilan prava bo'lishi kerak. Bu yerda ADM Astar Samarqand shahri Cho'ponotaga kelsangiz agar bemalol bundan tashqari boshqa modellarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda specialistlar ko'p, sizlarga to'liq ma'lumot berishadi. Narxi ham kelib shu joyda bilib olishingiz mumkin va boshqa informatsiya. Qanaqa kredit haqidami va buni servis haqidami, qanaqa buni birinchi первоначальный vznosmi, hammasi shu yerda bo'ladi. Manzilni hozir tushuntirib o'taman tashqaridan. Manzilni tushuntirib o'tganimdek, bu yerda Cho'ponota massiv 50A bo'ladi. Ulug'bek hamma biladi, stayankasidan Toshkent yo'lishiga chiqqanda birdan chap tarafda
Kia bo'ladi. Kiaga xush kelibsizlar. Xo'p akalar, hurmatli YouTube tomoshabinlar, videoni yakunlaymiz. Obzor qanday bo'ldi? Sizga Kia Sonet yoqdimi? Agar sizga video yoqqan bo'lsa va bizning harakatimizga like bosish esingizdan chiqmasin, Jafar Giyasov YouTube kanalida obuna bo'ling. Albatta, chunki yaqinda qiziqarli obzorlar va ko'p bo'ladi. Kia Sonet haqida fikringizni kommentariyaga yozishingiz mumkin. Agar ko'proq savolingiz bo'lsin, meni Instagram akkauntimga Jafar Giyasovga o'tib savol bersangiz, men sizga albatta javob beraman. Siz bilan Jafar Giyasov. Xayr.